3. qism. Qadirjon yiliq pur yog'ochni ko'targan peti do'qmishni nishonlab minib ketdi. Uning bayq qo'rqinishlari tugmagan bo'lib, uning yuz qo'llari vijildab ichishadi. Lekin bu uningga parvo qilmay, yodin chiqib ketish uchun harakat qiladi. Tuyuqsiz bir daraxtdan g'alati ovoz anglandi. Bu ovoz bilan tang Xolijonning qo'lidagi yog'och tushib ketdi. U yog'ochni olmayla minishni o'yildi-yu, Avut akaning yarmas deb ayblashidan qo'rqib, yog'ochni qaytadan qo'liga ilib minishga boshladi. Dal shu vaqtda tupurlagan ovoz anglanib, orqasidan bir to'p narsalar tappos turib kelgandek sezimdi bo'ldi. Qadirjon bu qitim hammani unutib, kuchini chiqarib qochdi. Qichish bilan bo'lib ketib, qo'lidagi pur yog'ochni tashib o'tishni unutib qoldi. U birer 100 metr yurib ketib o'tib, bir cho'ng'arakka tushib ketdi. Azgalga tushib ketgan Qadirjon ho'shidan ketgandek bo'lib jimib qoldi. Lekin tuyuqsiz azgal ichidan quyuq tuman ko'tarilib, tuman o'rnida g'alati bir narsalar paydo bo'lib, gap qilishga boshladi. Ajab shirin uxlayotdi. Uyqumni buzgan kim u? Shu deyman. Qara, biz nima gap qildik? Navbat yo'g'on bir maxluq yotdi-ku. Rasga, bu bizning o'zimizni chang quchoqlayapti. Uxlab qoldimi yo bu? Uyg'otib baqaymi? Hey, batbashir maxluq. Uyg'onmaydi-ya. Hey. Heliq narsa shundoq deb Qadirjonning yuziga qachatlashga boshladi. Bir minutdan keyin Qadirjon asta-asta ko'zini ochib, atrofga sap soldi. To'rt atrof qop-qorong'u. U hech nimani ilg'i qilolmadi. Yuziga bo'lsa bir narsa yengil urayotdi. Voy, sizlar kim? Men nada hozir? Mana maxluqning gapini qara. O'zing kim? Bizni nimishga ilib kelding? Dedi biri Qadirjonning savolidan norozi bo'lgandek. Qadirjon gap qilayotgan narsaga sapsilib qaradi. Qorong'uda aniq ko'gili bo'lmasa-mu, to'shqonga o'xshash uzun quloq sangilab turgan. Ko'zlari mushukka o'xshash chaqnab turadigan kichik narsa oldida turadi. Qadirjonni qaytadan qo'rqinish bosdi. Afsus, bu qitim qachay debmi qachanmaydi. Shunga beshimga nima kelsa ko'raman deb jim turib oldi. Iliq ishkisi Qadirjonning ko'ngildagini bilib qolgandek so'radi. Sen bizdan qo'rqib o'tamsan dega. Seni ko'rib bizning qo'rqimiz kelyapsa. Qarang'u turqunga chochlaring paxta yegan qo'razning paylardek bo'lib ketgindi. Og'zingni xuddi butun dunyoni yutadigandak yo'g'on echyapsan. Men bilaman, sen odam bolasi. Nima ish qilsan tun kechida bizning uyqumizni buzib? Avutgan bilan o'tinga kelgan shu. Menga may yog'ochni ko'targizib qo'ygandi. Ko'tarib mingyapsam, bir nima qo'llabdi. Qichib mush o'rak tushib qopdimi? Bu o'rak sizning uvalnimidi? Toza bir qo'rqinchoqqa o'xshaysa, Qadixon. Avvar bo'lib seni qo'g'lab nima qilamiz? Sen shundoq bilinib ketib qashdimda. Qasam qichib, bizning uyimizni joyga qo'yib ketsang bo'lmamdi deyman. Sizlar mening ismimni bilamsizlar, teqa? Voy bilimiz hojam. Sizlar shu Qadixon, Jinnalisining oyoq tarafidagi Oyingilning o'g'li. Biz sening uyingga necha qitim borgan. Bizning uyga borganmi, teqa? Ajab bir ko'rmabdikanman. Sizlar zodi kim? Kichikda qara. Bizni mush atli ko'zim bilan ko'ralayman deb o'tamsan. Biz degan alvat tayibsidi. Kukum davram. Sizlar cho'nglar davomli gapini qildigan olvasti jin deydigan narsa sizlar shumi? Jin deganmi shundoq bo'lamda? Cho'nglar jinni baq qo'rqinchliq deyotadi. Ishqinglar bir qarsam uyimdagi mushukka, bir qarsam to'shqonga o'xshaydi ekansizlar. Men toza ishonmadim juma.
şuna Qadixonni. Bizga ishonmay aytibdi. O'zimizni bir ko'rsatib qo'ymaylimi? Shunda bir qildi. Bizni ko'rib ishdan bir chiqirmasin baba. O'zgaraymi? O'zgaringlar adash. Aybatlik, yo'g'on bir maxluqqa o'zgaringlar. Voy bo'ldi, o'zgarmanglar. Aqalvaslar. Men nurg'un hikoyalarni o'qigan. Lekin sizlardek o'ma qalvasida tunji qitim ko'rishim. Sizlar tehi kichik o'xshaysizlar, ha? Sen bizni kichik da'atamsan. Qara, insonlar cho'ng bo'lgan satlashib ketadi. Biz degan qiyirg'ozir chiroyli qilib ketamiz. Men sana desam, bu ishkaylar olmasning kodimi. Biz olam bino bo'lgandan beri yashab kelyapmiz. Qirisidan ko'rdingmi? Bildigansa, u sida mush yog'i yildiz soat qilib 300 yillar bo'lib qoldi. U sida ko'paygan vaqtidan tortib, bizmi sidiga makonlashgan. Oxirgi umrimizni xotirjam o'tkazamizki deb bu yerga kelgan. Bizning aqimizdan yana nurg'un ushaq Alloh bu yerga makonlashdi. Yana qulqimizni tinchitmadi. Sizlar insonlar bizni tinch qo'ymadinglar. Kunduzni bo'pti deb sizlarga bersak, ha? Kechsi bo'lsa bizni aramimizni qo'ymadinglar. Biringlar, maskilib jidal chiqardinglar. Yana biringlar, bizning makonimizni nurg'un ajoyib ishlar qildinglar. Shuning bilan oramizda ancha-muncha ishlar bo'lib o'tdi. Shundaqmi adishim? Ha deyman, ajoyib qiziq ekan bu. Ba'zi biringlarni urib tepib, sarang gach qilib aytdik. Sizlarning mush tepkinglarni yegan kishi saqaygan bilan bizning mush tepkimizni yegan kishi saqaymaydi. Ba'zida tayfimizdagilarga ay deb turmas. Lekin ushaq-tushaq ishlar hamon yuz berib turdi ekan. Qaysi kuni bir shamol kelib, o'zimizni yerga tashlab atgan. Mana bugun sen kelib, o'rak tashlab atding. Qiyirqanda adamni aramida yashab qo'ymaysizlar-da. Hey, shundaymi? Meningmi sizlarga qat'iy daxl qilg'im yo'q-da. Omutkam o'tinga tushmas deb turib shu. Ha, bumi bo'g'ini. Sizlarga Olvastining atamini bilanmi tanishib oldi. Olvasti jin degan qandoq bo'ldigandi deydi. Mana sizlardek bo'ldi ekan asli. Qadixon, quruq gapni qilmag'ina. Bu da seni yana uchirtib qolmay. Yana uchirtib qolgan bo'lsam, o'zing bilsa, biz boshqa yetmaymiz. Qayrijin shundoq deb tarini turvidi, intayin qo'rqinchli bir tus kirdi-da, ko'zlaridan g'alati bir nur chaqnab, uzun o'g'ir tishlari Qodirjonni yavtidgandek chaqnab ketdi. Achchiqishdan ko'rgan bo'lsa, uni ko'rib boqamsa. Shundoq debla ko'tiga birini tepgandek qildi. U bir tepik bilan o'rakdan chiqib ketgan edi. Atrofga sap soldi. Tun qorong'usida o'zining qayoqqa minishini bilolmay tamtirab qoldi. Oxiri o'zi to'g'ri deb qaragan bir tarafga mingiverdi. Hozir u qo'rqib tursimi, qalbini tushangisiz bir his tuyg'ular qoplab olgan edi. U shu his tuyg'ular ichida birdamdila yoning chiqish ig'ziga kelib qolgan edi. U mush yerdan chiqib ketsa, barliq qo'rqinchi tugaydi. Afsuski, yo ig'ziga yaqinlashgancha uning oldida qop-qora bir narsaning borligini ko'rdi. U yiqilishib qarvidi, oldida yo'g'on bir op-oq o'chki turadi. U o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Voy tova, nima karomatdi bu endi? Bu kechada o'chki nima ish qildigandi? U mangaymi yoki mangmaymi deb azroq arsaldichilikda qoldi. Yana asliga yinib, hech nima ko'rmagandek o'tib ketmoqchi bo'lib, oldiga qarab mangayverdi. "Oy, Qadixon, nega mangda?" Tuyuqsiz biri shundoq deb chaqirdi. Qodirjon ovozining na'dan chiqqanligini bilolmay hayronlikda turib qoldi. Atrofga sapsilib, hech kimning yo'qligini bilib hayron qoldi. "Menga qo'yatman." Bu ovoz dal oldidagi o'chkidan chiqayotgan edi. "Bizning makondan mushunaqli chiqib ketaman deb o'ylaganmi? Qatalishibsan, Qodi." Chaqchaqimizingizcha ataman. Boyamla texim mening chiqib ketishimga ruxsat qilgandingiz. Endi yana meni qo'rqatmoqchimi? Qodirjon bayqa ataman bu o'chkiga o'zgarib, meni qo'rqityotdi deb o'ylab qolgan edi. "Ataman? Qaysi ataman? Bu yerda mana men ataman. Bugun tirik chiqib ketaman deb xomxiyol qilma." Boyam qolmasdi. Qanday qolmasdi bo'lg'aydi endi. Jon eskisiga yo'liqqa o'xshamamdimi?
Bir yalvarıp bakay bununla. Erip kalamdı o tehe. Anda qilmay, meni bir qitim o'tkazvasizlar, o'chga otaman. Uyda qeri anam qolgan, shuni boqmasam bo'lmaydi. Kötela qasqınыңны. Senin muşturqыңdan ananı baqıdığının çıkıp duram da. Ata-ananın jilikini çoğraydıgan güysem. O qadi. Voy yo'q. Qodirjon gapning oxirini deb bo'lguncha o'chga nayzidek o'tkir mungizini tanglab yugurib keldi. Qodirjonmu 36 tadbirning biri qichish deb burilibla qichishga boshladi.